U shunchaki muscle car emas, u Amerika muhandisligining afsonaviy zarbasi Dodge Challenger. 1970-yil bir orzuning real shakli paydo bo'ldi. Ford Mustang va Chevrolet Camaro bozorda yetakchi edi, lekin Challenger boshqacha yondoshdi. Ularga raqobatchi emas, ularning eng zo'ri bo'lish uchun kelgan. Uning birinchi avlodi 1970-1974-yili E-Body platformasida qurilgan. Raqiblariga nisbatan u kengroq, uzunroq va ancha mustahkam edi. Hatto Chryslerning flagman motorlari 7 litrlik Hemi V8 ham shu kuzovga joylashgan. 425 ot kuch, 0 dan 100 gacha 5 sekund. U vaqtda bu shok natija edi. 2008-yilda Challenger qayta tug'ildi. Retro dizayn va zamonaviy texnologiya. Hemi motor yana qaytdi. Endi esa 604 litr, 602 litr supercharger Hellcat kabi variantlarda. Bu muscle car emas, muscle legend. 717 ot kuchi, Redeye 797 ot kuchi, Damon 840 horsepower, yo'lda yuradigan drag monster. 0 dan 100 gacha 2-3 sekund. Dunyo jurnalistlari uni bu ko'chada yuradigan shayton deb atashgan. 1970-yil Trans Am seriyasi poygasida Challenger AAR versiyasida ishtirok etdi. Uning uchun maxsus 340 six-pack motor yaratilgan. 2011-yil Dodge Challenger NASCAR Nationwide'da birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. 2013-yil NHRA drag poyga seriyasida Dodge Challenger SR8 Prostock versiyasida chempion bo'ldi. 2018-yil Challenger SR Damon dunyodagi eng tez chorak mildagi zavod mashina sifatida Guinnessga kiritildi. 2020-yil Challenger Superstock NHRA drag poygasida top reytingga chiqqan yagona stock klass mashina bo'ldi. 2022-yil Challenger Final Call seriyasida chiqarildi va muscle car tarixidagi eng kuchli V8 seriyalardan biri bo'ldi. Dodge Challenger yurak bilan yasalgan afsona. U Amerika muhandisligining eng yuqori cho'qqisi. U chempionatlarda g'alaba qozondi, rekordlarni sindirdi. Chunki u shunchaki mashina emas, u tarixning harakatdagi shakli. Bu videoni Dodge Challenger fanatlariga yuborib qo'ying.